Ruyushchonkast TV namoyish etadi. Bugun hayotimdagi eng muhim kun. Qarin, men senga koridorda yugurma degandim-ku. Uzr. Bugun deyarli 10 yildan beri taniydigan do'stimga sevgi izhor qilmoqchiman. Men buni unga tezroq aytishni xohlayman. Men sen bilan darsdan keyin ko'rishni xohlayman. Ham senda gapim bor. Unda fotostudiyada ko'rishamiz. Mening 18-tug'ilgan kunim. Hoy, Jisuchun. O'sha kuni mening tug'ilgan kun sovg'am. Bu yerda syurpriz bormi? U o'lgandi. Yo'q. G'amgin tug'ilgan kun. Birinchi qism. 10 yildan so'ng. Birinchi bo'limdan 6-bo'limgacha yo'q. 7-bo'limda ham yo'q. O'yinni ham tekshiring. Kecha qayerni tekshirgandingiz? 4-bo'limdan 5-bo'limgacha. Xo'p. O'ylashimcha bunday ishlarni faqat Qarin qila oladi. 그리고 솔직히 Jasorat ko'rsatding. Senga gap yo'q. Agar u shunday davom etsa, u aniq o'ladi. Harin, juda ham oshirib yuborganingni o'zing ham bilasanmi? Keyingi safar bunday qilishingdan oldin ayt. Agar aytsam, unda kech bo'ladi. Sovg'a uchun rahmat. Har yili meni o'ylaganingiz uchun ham rahmat.